Bugun menga keladigan qizlarning raqsdagi muammosi bilan gaplashamiz. Siz birdan raqsga tushib keta olmaysiz. Albatta, tanani qizdirish shart. Birinchisi, arab raqsida muhim bo'lgan yelkani harakatga keltirishdan boshlaymiz. Yelkamizni har birini 15 marotabadan tepaga ko'targan holatda orqaga pastga tushiramiz. Ikkinchisi bu ko'krak qafasi. Ko'krak qafasini qanday qizdirish mumkin deb o'ylayotganingiz aniq. Tik turgan holatda tanamizni boshqa a'zolarini qimirlatmasdan ko'kragimizning o'zini u yondan bu yonga siljitamiz. Siz mana bunday harakatlar bilan xatolikka yo'l qo'yasiz. Keyingi qizdirish bu ko'kraklar bilan 4 ta nuqta qo'yib chiqish. 1 2 3 4. Har bir tomonga 20 tadan amalga oshirasiz va aylana shakl berib o'tasiz. Qo'llarni ham qizdirish muhim. Bu haqda keyingi darslarda gaplashamiz.